Bu tarsovkamizani o'zi kallasi ham yuradi. Ko'rib turganinglardek. Bu tarsovkada 10 santimetrli, 14 santimetrli bemalol taxtani qo'yib kessanglar bo'ladi. Bu tarsovkamizni hozir narxi skidkada eski narxi $1250 bo'lgan. Hozir skidkada $996 bor yo'g'i. Olishga ulgurib qolinglar. Soni chegaralangan. DeWolf'da eng legendarniy tarsovkasi DVS 780 modeli. Nimasi bilan legendarniy desanglar, bu tarsovka 99.9% ga to'g'ri kesa oladi. DeWolf tarsovkasida qolgan tarsovkada lazer ishlatilsa, bunda o'zini XPS sistemasi ishlatiladi. Soya tashiydi. Bu kalibrovkasi ketmaydi buni. Ikkita tomonga 45 gradus qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari 45 gradusga yotadi.